Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvda mavjud mashinalarimizni bir tanishtirib o'tamiz. Birinchi mashinamiz Cherry 8 Pro. Mashinamiz yili 2023-yil, bosib o'tgan masofasi 93 ming kilometr. Narxi $23 ming kami bor. Yili 2022-yil, kraskalari toza. Keyingi mashinamiz G-Tower X70 Plus. Bu mashinamiz yili 2023-yil, bosib o'tgan masofasi 111 ming kilometr, kraskalari toza, luxury pozitsiyada. Mashinamizning narxini 22 ming deb baholadik. Yana ozgina kam bor, o'tib beramiz xudo xolasa. Ikkovi ham 3 qator 7 o'rindiqli mashinalar. Ma'lumot uchun aytib o'tamiz. Va keyingi mashinamiz G-Tower Dashing. Mashinamiz 2023-yil, bosib o'tgan masofasi 25 ming kilometr, 1.6 full pozitsiyada. Bu 2 qatorli 5 o'rindiqli mashinamiz. 500 mikrogradus hamma narsasi bilan jihozlangan, adaptivliklarigacha bor. Buni narxini 23 ming deb baholadik. Kami bor, kelishtirib beramiz. Va ikkita yangi Haval M6 olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa, bu birinchi Havalimiz, ikkinchi pozitsiya bezlik varianti. 2024-yil, bosib o'tgan masofasi 11 ming kilometr, kraskalari toza. Bu mashinaning narxini $20 ming, kami bor. Bu keyingi Haval M6miz 3-chi pozitsiyada. Bu mashinamiz 2024-yil, bosib o'tgan masofasi 17 ming kilometr. Mashinamizga qo'yilgan narsalar 4 ta yumshoq archa balon qo'yilgan, qimmat nakitga chig'ol taqilgan, propan 65 talik gaz uстановkalar qilingan, kraskalar absolyut toza. Buni narxi $20.500, yana kelishtirib beramiz. Va oxirgi mashinamiz Onyx 6-pozitsiya, yili 2023-yil, bosib o'tgan masofasi atigi 12 ming kilometr, to'liq so'k holatda, zavoddan chiqqan holatda, hech narsa qo'yilmagan, lekin mashina akkuratni ayab, ehtiyot qilib minilgan. Bu mashinaning narxini obunachilarimiz uchun $14 ming, $14,5 ming kami bor, kelishtirib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa pastda raqam qoldiramiz. Bemalol alohida chiqarasizlar. Barter, halol narsa savdo, hammasiga kelishaveramiz. Salomat bo'linglar.